Bugun men sizlarga oshxonalarnikidan kelishsiz New Pay'ning tayyorlash usulini ko'rsatmoqchi. Tayyorlash usuli shunchalik oddiy, siz birlik o'siz o'rgana olasiz. Qani, ketdik. Oldi bilan qozonga suv quyib, sovuq suvga tamlantirilgan kalning qovuruq go'shtini solamiz. Zanjil, sho'sung, sincho, oq muz silib 5 minut qaynatib, ko'pigini ilib, suzib olib. Ko'pchilikniki meni rag'batlantirish yusin yurak belgisini besib, jiq-jiq gul et qo'shinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Qozonga bir cho'mich may quyib, so'ng piyoz, kavchin, oqmush, dasham, gupshi, sogo, shangye, shango, beyji, uberjang, huangdujang, logamma silib aralashtirib, xushpura chiqqandan keyin samsoq silib, yana bir oz aralashtirib, muvofiq miqdorda suv quyamiz. 5 minut qaynatib, xurishlarning ta'mi suyga chiqib olganda suzib elib, tayyor qilib olgan tangni go'yagoga tükib, ustiga New Pay'ni silib, muvofiq miqdorda tuz, za'far talqini, lovcho, sincho azroq qo'yib qo'yib, go'yagoning og'zini yem yepib 10 minutdan 15 minutgacha dumlab pishirib tayyorlasangiz bo'ladi. Go'yagoni ishlatishni o'qimasangiz mendan maslahat so'rang. Siz agar qozonda pishirmoqchi bo'lsangiz, normal o'tda 60 minut dumlab pishirib tayyorlasangiz bo'ladi. Pishqandan keyin taqsiq usib, sho'sung boshqa sipib tayyorlaymiz. Meni qo'shiling, menki Osmonjon Zokir sizga yangilik bo'lgan qo'rim taomlarni o'rgatishga har vaqt tayyor.